Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz ko'pchilik uchun muhim bo'lgan sohalardan bittasi, ya'ni nevrologiya, neyroxirurgiyaning, qolaversa onkologiyaning muammolaridan biri bo'lgan bosh miyaning o'smalari haqida gaplasha boshlaymiz. Ikkinchi simptom yoki belgi sifatida biz boshning aylanishini olishimiz mumkin. Ya'ni bosh aylanishi bo'lishi mumkin tik turganda, o'tirganda, yotganda yoki tanani qanday harakatda turishidan qat'iy nazar doimiy bosh aylanishi kuzatilishi mumkin. Katta guruh simptomlar bu tutqanoq xurujlari hisoblanadi. Ya'ni bosh miyani ta'sirlanishini ko'rsatuvchi katta simptomlardan bittasi bemorlarda epilepsiya yoki tutqanoq xurujlari bilan namoyon bo'ladi. Bu ham bosh miyada o'sma o'sayotganini bildiruvchi belgilardan bittasi hisoblanadi. Va tutqanoq xurujlari bosh miya o'smalarida odatda ko'payib boradi. Ya'ni avvaliga bir oyda bir marta kuzatilgan tutqanoq xurujlari keyinchalik bir haftada bir necha marta yoki bir kunda bir necha martagacha ko'payib borishi mumkin. Va mana shu simptomlar ta'sirida, shu simptomlarning bir qatorida bemorda ko'ngil aynishi, qayt qilishi simptomi ham kuzatilishi mumkin. Bu esa bemordagi bosh miyaning ichki bosimini surunkali oshib borishini ta'minlaydi. Ayniqsa yosh bolalarda ertalablari ko'ngil aynib qayt qilish ham bosh miya o'smalarining ko'rsatuvchi simptomlaridan bo'lib hisoblanadi. Qo'l oyoqlarda harakat cheklanishi, yurishning qiyinlashishi, harakat va sezgi buzilishlari ham bosh miya simptomlari bo'lib hisoblanishi mumkin.